Hürmetli kolleksiyon mijozlari, navbatdagi proyektimizga keldik. Bu yerni jamoamiz bilan chiroyli pardalarini ilganmiz. Video davomida kuzatib borishlaringiz mumkin. Qani ketdik esa. Birinchi obzorimizni birinchi etaj spalniyadan boshlaymiz yana. Endi kuxnyaga marhamat. Yenglar. Bir yerimizde ise murskoy zalımız. Bir женский зал, ikinci etaj, самый основной залımız. Bilemen, polностью işi köpçülük meni abunaçılarım soruyslar. İçinin katta xonadonlarni obzoruna gelganimizda perdelerini ilganda remontini kim qildi deb sizlarga tushuntirib o'taman. O'tiydi, remonti, malyarkasi, hammasi dizaynni Danyarbek ukamiz qilib berdilar jamoasi bilan. Euro Art hudojnik deb chiqardilar. Uborkani 2 kunlab, 3 kunlab uborkada yurgan, komfort uborka ketdakan rahmat, top-toza etganlar. Import gilam, o'zi gilam bilan perda uyni ochadigan oxirgi shtrixi perda bilan gilam bo'ladi. Yaparingizdan chiqarmanglar. Import gilam hammaga tavsiya etaman. Kollaboratsiyada ko'rasizlar, ish qilib qo'shilib qo'yinglar. Hammaga rahmat, chidag'anlaringiz uchun oxirgacha.